Bugun men sizlarga mana shu o'zim yasagan, mashg'ulot uchun yasagan, xalq tilida vazishganni obzor qilib ko'rsataman. Buni men 100% qo'lda yasaganman, ko'rishingiz mumkin. Yaqindan bu joylari ham faqat men yasalish videosini qo'ymadim. Bu joylari ham yog'ochdan kesib olib, najdak bilan tekizlab chiqilgan, juda ham silliq, qo'lga o'rnashimli. Bu yerida tepkilari bor, tepkilari ham temirdan o'zim qirqib yasab chiqdim. Bu otish qismiga kelsak, bu 3 tagacha mana bunday cho'zmali otish qismini qabul qila oladi. Men hozir bittalik qo'yib qo'yganman. 3 taligi juda ham og'ir bo'lib ketadi. Ko'rishingiz mumkin. Bu otish qismi esa tepki mana bu holatda turganda bunisi ochilmaydi. Tepkini tortib yuborganimizda esa bu ochilib, toshimizni qo'yib yuboradi. Hozir sizlarga buni otib, qanchalik merganligimni isbotlab beraman. Qani o'xlab olamiz. Ko'rishingiz mumkin. O'xlandi. Endi sizlarga buni otib ko'rsataman. Tegdi, birinchisi. Do'stlar, ikkinchi urinish. Qani, yetdi. Ikkinchisi ham tegdi. Do'stlar, uchinchi urinish. Endi u tagidan poylaymiz. Do'stlar, ko'rganingizdek 3 tadan 2 tasini to'g'ri poylay oldim. Masofa esa yaqin desangiz hozircha 5 metr. Sekin-sekin uzoqlashtirib otib boraveramiz. Yasagan narsam yoqqan bo'lsa videoga like bosib, sahifamizga obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan Muslum Ektrochi bo'ldi.